Aka, erim bilan boshqa yashamayman. Ajrashaman. Kir. Yaxshi qilsan singlim qaytib kel. Nima qilasan unaqa yer bilan yashab? Yoqmadimi? Ajrash. Bu yering yoqmagan bo'lsa, boshqasiga turmushga chiqasan. Bunisi ham yoqmasa, yana boshqasiga turmushga chiqasan. Bizani o'ylab nima qilasan? Biz erkak emasmiz-ku. Menmi betam eshik terisidan qalin bo'lib ketgan. Bizda or, nomus, g'urur degan narsalar umuman yo'q. Yuraveramiz ko'chada gap so'zlarga e'tibor bermasdan, bez bo'lib. Bilamni sen o'zing xohlagandek hayotda yashasang bo'ldi. Oila nima u? Sen uchun pista po'choq bo'lsa. O'zichi, erinamchi erkak emas. Ichmaydi, chakmaydi, qizlar bilan yurmaydi. Ishga to'g'ri borib, to'g'ri keladi. Shu ham erkakmi? Bunaqa erkak bilan yashagandan ko'ra yashamasang to'g'ri qilasan. Tiriklan yerga ko'mmoqchimisan meni singlim? Ering yomon odam emas. Noshukr bo'lmang bunaqa. Muammo hamma oilada bo'ladi.